Assalomu alaykum, qadrdon baland bo'lgan aziz obunachilarimiz, sog'misizlar, salomatmisizlar? Sizlar bilan og'ayimona ko'rishganimizdan juda ham xursandmiz. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Hech qachon kasal bo'lmanglar, hech qachon xasta bo'lmanglar, o'zlaringni asranglar. Biz uchun suyukli bo'lgan ota-onalaringni, padar buzrukvor, volidayn muhtaramalaringni hamisha mehribon, mehrdil, suyukli farzandi bo'linglar. Ota-onalarni chiroyli suhbatlarini olinglar, chiroyli duolarini olinglar. Har birimiz ota-onamiz biz uchun qiymat. Azizlarimiz chiroyli takliflar bildirishdi. Negadir tabriknoma loyihangiz storylari kamayib ketyapti, storylar qo'ymayapsiz, internet ijtimoiy tarmoqlariga joylamaysiz deyishdi. Qadrdonlar, Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Har kuni o'nlab tabriklarimiz bor. Bugun 31-may sanasi adashmasam 18 ta tabrikni sohiblariga yetkazdirdik, tabriklarni o'tkazdirdik. Lekin qaysidir xonadon egalari, tabrik sohiblari so'raymiz, iltimos qilamiz, internet ijtimoiy tarmoqlariga joylasak bo'ladi. Ular ruxsat berishmasa, biz internet tarmoqlariga joylaymiz. Agar ruxsat berishsa, joylaymiz. Ko'p insonlar o'zining shaxsiyatini internet tarmoqlarida ko'rishni xohlamaydi. O'shaning uchun faqat xursandchiliklarga sherik bo'lamiz. Tabriknoma loyihasi davom etmoqda. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xursandchiliklaringni bir yotga o'tkazaveramiz. Sog' va salomat bo'linglar.